Kecha yaqinda Novostroykadan bitta zo'r narx bo'lgan kvartiramizni obzor qilib joyladik va o'sha joyni 5 kun ichida sotdik. Bitta xaridor keldi, zaklad berdi, bo'ldi, sotuvni olib tashlaylik. 100% o'zimiz olamiz degan joydan sal noto'g'ri ish qilishdi. Xullas olmaydigan bo'ldi va o'sha joy yana sotuvga chiqdi. Xullas mana shu videodan keyin yana o'sha eski obzorimizni ulab joylab olamiz. Kimga Novostroykadan arzon va zo'r joy kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Sizlarga bitta savolda, shahar qoq markazida qurilgan mana shu Novostroykalarimiz kadastr chiqadigan bo'lsa, 1 kvadrat taxminan nechta atrofda chiqadi? Kim bilsa, Freedan kommentariyga yozib yuboringlar. Meni fikrim $1,500 atrofida chiqadi. Shu obyektlardan keyin yarmidan ham arzon $742 ga 94 kvadratli 69900 ga bitta zo'r dabilgan kvartiramiz chiqdi. Bu Novostroykalar 14 qavatli, bizlarning o'sha burchakda joylashgan, 13-etajda, ya'ni krishadan bitta pastda joylashgan. Binkat degan kompaniya qurshatgan ekan. Bularning va'dasi bo'yicha shu yil noyabrda sizlarga topshirilar ekan, keyingi yil martga kadastr berishni va'da qilishayotgan ekan. Ichkariga kirib ko'rdik, ichkarida ishlar avjida. Tepaga birga chiqib ko'ramiz. Tepada ba'zi bir kvartira remontga ham tushgan. Bu joyimiz manzili Yakkasaroy tumani. 200 metrdan keyin Shota Rustavalik ko'cha, mana bu Perekroskamiz, Bratskiy Mogila deyiladi. Hozir ichkariga birga ham kirib chiqamiz. Biz mana ichkariga kirib oldik. Shu ko'rinishda, ya'ni korobka holatda topshiriladi, lekin proyekt bo'yicha hop eshikdan kiriladi. Kirganda mana bu joy sanuzel bo'ladi. Orqadagi oyna kattalar uchun yotoqxona, o'rtadagi oyna kichkinalar uchun yotoqxona va mana bu ikki tarafdan kirish, to'liq bu yog'imiz studiya formatda kuxnya bo'ladi. Va bu yerda mana o'ziga alohida balkon. Balkondan chiqadigan bo'lsak, shahar juda chiroyli. Nima deb o'ylaysizlar, biz zo'r variantni topdik. Shundan mana shu telefon qilib bosa oladigan joy.